Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka singillar, yaxshimizlar, zo'rmizlar, hamma tinchmizlar. Sizlar bilan men Hasanjon Qo'shoqov kanalimizda kuzatib turibsizlar. Men qishloqdan turib sizlarga Rossiya, Podmoskva, Domodedovo rayonidan ish chiqaryapman. Mana ko'ryapsizlar, chirkaylarim ochib yuribdi. Videoni oxirigacha ko'ringizlar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bitta bosgan laykingiz 10 ta odamni rekomendatsiyadan videoni chiqarib borishga yordam beradi va ishsiz yurgan akalarimiz ishlab qoladi. Bu ishimiz faqat Rossiyada yurgan do'stlarimiz uchun. Erkaklari faqat erkak kishilarni Vukusvil skladga ishga qabul qiladi. 15 kunda pul, yotoq joylari puli oylikdan ushlab qolinadi. Abit bepul Podmoskva patenti bilan ishga qabul qiladi. Ekranga telefon raqam qo'yaman. Shu yerda yurgan brigad akamiz va ishchi akalarimizni videosini qo'yaman. Video 7-8 minut, 10 minut, 5 minut har xilda tarzda videolar chiqadi. Yerinmasdan oxirigacha ko'rsalaringiz barcha informatsiyalar videoda beriladi. Telegram kanalimni kommentariyaga zakrit qilib qo'yaman. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz juda xursand bo'lardim. Telegramda ham 2000 ga yaqin odam bo'lib qoldik. Telegramga ham kunlik va yaxshi ob'yomli ishlar sizlarga dalshimen chiqarib boraman. Sizlar bizni kuzatishda davom etingizlar. Sizlardan podeshka bizni kuzatib, like bosib, chiroyli kommentariya yozib qo'yish. Bir akamiz kommentariyaga yozgan ekan, stroykadan ish chiqarsam, biz pasrednik ish chiqar, pasrednik oqibat yaxshilik olib kelmaydi. Bunday tidda gap so'zni ko'paytirib yozgan. Bir savol, biz pasrednik qayerda ish bor? Pasredniklar bor, ishlayapti bolalar, bir kishi, ikki kishi ish kerak bo'lsa, 10 kishi, 5 kishi odam kerak bo'lsa, reklama qilsak, borib ishlab ketadi. Biz pasrednik kim borib ishlab ketiladi? Ishni yuritish har kimning ham qo'ldan kelmaydi. Ishni yaxshi yuritib ketayotgan, yaxshi pul berayotgan joylar chiqarib boramiz. Endi biz pasrednik ishlarim chiqib qolsa, e'lon qilib ketaveramiz. Negativ fikrlar shart emas. Yaxshi kommentariya qoldiringizlar. Nasib bo'lsa yaxshi nastareniyada biz ham sizlarga yaxshi videolar chiqarib boramiz. Ko'plab insonlar ko'radi, mana kuzatadi bizni. Bitta ikkita negativlar kerak emas demanda. Kuzatishda davom etingizlar, jonlaringiz omon bo'lsin. Sizlar bilan men Hasanjon Qo'shoqov. Video davomida ishni ko'ringizlar. Marhamat, telefon nomerlarim qo'yilgan. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz musofirlar. Biz sizlarni Vukusvil skladidan yangi vakansiyalar bilan bezovta qilyapmiz. Kimdaki Moskva, Moskovskiy oblast hududida yurgan bo'lsa, yangi O'zbekistondan kelganlar yoki bo'lmasa patent Moskovskiy oblast borlar, aloqaga chiqingizlar. Ishga taklif qilamiz. Ishimiz yaxshi, ob'yom, to'lovlar haqida. To'lovlarimiz bir oyda 2 marta, oyning 10dan 15 gacha, 25 dan 30 gacha oyliklardan aldamaymiz. Oyliklar o'z vaqtida. Ishimiz 100% ofisial, turdoyidagi orqa beriladi. Bolalar ishlayapti. Ana yigitlar ishlayapti. Mana misol uchun sen qancha vaqtdan beri ishlayapsan, do'stim? 1 yil 4 oy bo'lyapti. 1 yil 4 oy. 15 kunga o'rtacha hisoblaydi. Ob'yom понятно, har oy har xil chiqadi. O'rtacha qancha ishlaysiz? Puling olgan puling 90 ming, 85 ming, maksimal yaxshi ishlasam 100 ming, 150 ming atrofida olaman. Bu seni yotoqxona puling, misol registratsiyadan tashqari qo'lingga toza oladigan puling, to'g'rimi? Yeb ichishdan o'zim ortman. Ha, misol uchun sen qancha olyapsan bundan? O'rtacha 50 ming, 60 ming, 70 ming, har xil. 15 kunga. 15 kunda necha marta dam olasan? Bir marta dam olaman. 15 kunda bitta dam olasan, 50, 60, 70 olyapsan o'rtacha. Mirsay, qancha vaqtdan beri ishlayapsan do'stim? Men 6 oylardan beri ishlayman-da. 6 oydan beri. Qancha olyapsan 15 kunga? 50 ming, 55 ming, 70 70 ming, ming. 75 ming. Har xil ob'yomga qarab. O'rtacha eng srednisi shunda 60 mingga bo'lsa bo'ladimi? 50 kunda 70 minggacha. Bo'ladi. 60 ming ishlayapti. bu degani akalar yotoqxonasidan, Yeb ichishi, yeb ichishi, registratsiya, hamma narsadan tashqari 15 kunda uyiga ketayotgan tiniq puli o'zini. Patentdan to'lagani, o'shandan tashqari pullar akalar. Vedimiz keladi. Vedimiz bo'yicha yotoqxonasi misol uchun qancha bo'lgan, nimasi qancha bo'lgan hammasi minus pul, qo'lga oladigan pulni aytyapti. Ular qo'l qo'yib, har oyda 15 bilan 30 deb aytamiz. Undan ertaroq ham keladi. Bu kraynos bo'yicha eng oxiri 15 bilan 30 da keladi. Yana nimalar? Eng muhim narsa, kimga yangi kelganlar bo'lsa, patent qilishiga yoki dokumentatsiyasiga yordam kerak bo'lsa, maksimal darajada maslahat beramiz, birga olib boramiz. Kimga pul avans kerak bo'ladigan bo'lsa, beramiz. Ozgina ishlaganidan keyin sразу bera olmaymiz, kelgan kunidan ozgina 1-2 kun ishlagandan keyin, ofitsialniy turda dogovor bo'lgandan keyin уже sразу nima qilib beramiz. Kimga qancha avans kerak bo'lsa, pitaniyasi, boshqasi hammasiga yordam bo'ladi, как положено biz tarafdan. Kollektiv yaxshi, eng muhimi. Hammamiz do'st, aka-uka deb birga ishlaymiz. Kelingizlar, hammani taklif qilamiz. Akalar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqingizlar. Telefonda podробно gaplashib olamiz, ish qanday, полностью ma'lumot beramiz. Bizda ikki xil sklad. Teplый и охлажденка skladimiz bor hozirgi kunda. Охлажденкасida plus 5 gradus bo'ladi, teplый skladimiz plus 15 gradus. Hozir biz turganimiz issiq sklad hisoblanadi. Agar
Kesalaringiz narigi skladimizda ruchnoy ro'qli bo'ladi. Mana bunaqa texnika emas, ruchnoy ro'qli bo'ladi. Formalar beramiz, forma. Oyoq kiyim beriladi, рабочий одежда bo'ladi, lekin bu keyinchalik avans qilib kam-kamdan pul ishlab qolinadi formaniki. Assalomu alaykum. Mana bizlarda mana shunaqa ish bor, skladda, oziq-ovqat skladda tovar yig'ish kerak, komplektovka. Mana shunday har bitta mana shu olingan tovar uchun 4 rubl 75 kopeykadan to'lanadi. Mana shunaqa telefon bilan unga ulangan, Bluetoothda ulangan skaner bilan ish bo'ladi. Har bir donasiga 4 rubl 75 kopeykadan to'lanadi. Bu yerda mana har xil ish tovarlar sklad ichida. Misol uchun birinchi qator mana suvlar основной, endi boshqa narsalar ham bor, ko'proq suvlar mana bunaqa. Ikkinchi qator mana o'zi bo'lyapti, o'zi korobkali tovarlarga o'tyapti. Maydalashib ketaveradi shunaqa qilib. Birinchi, ikkinchi qatordan bir tekis borib kelib, bitta yoqdan bitta bu yoqdan emas. Bir tekis ketadi. Mana shunday qilib zborka qilib chiqiladi tovar yig'ilib. Har bitta pik uchun 4 rubl 75 kopeykadan to'lanadi, yotoqxona beriladi, pul oylikdan ushlab qolinadi, obed besplatno beriladi. Har 15 kunda oylik ish объем. Agar o'zida yotoqxona kvartirasi borlar bo'lsa, Podolskiy yoki Domodedovo stansiyasining oldida ularga besplatno borib kelish uchun korporativniy avtobuslar bor. Sklad ichki ko'rinishi mana shunday. Ichki harorat +5 gradus deydi. +3 +5 gradusda, короче. Aka sovuq emas u darajada, yana bunday sovuq tushunmasin hech kim. Zakaz reatlachidan terib chiqilgandan keyin mana akkuratni qilib mana shunday joyga qo'yiladi. Yachakiga привяз qilinadi. Strech bilan o'rab, uni mana bunday robotlar kelib olib ketadi keyin. Robot keldi, mana zakazni olib ketadi o'zi. Mana shunday. Misol uchun mana shu zakazimiz. Marshut korobka, mana 45 korobka bor ekan mana shu bitta paletda misol uchun. Xuddi shunday 100 taliklari bor, 200 taligi bor, har xil bo'ladi endi. Shu bitta paletda shunga qarab ish ketaveradi. Misol uchun bu 50 korobka ekan, 41 korobka. O'rtacha shu 40-45 korobkadan bo'ladi zakaz, mana 44 misol.